kecha va kunduz Allohning mulkidir va Alloh ularni o'z xohishiga ko'ra bir-birining ichiga kirgizadi deganingizda aqlingizga darhol quyidagi ma'nolar kelishi kerak. Allohning mulkidagi har narsa Allohga itoat qiladi. Allah'a itaat ediyor. Ya'ni Allohning mulkida hech narsa Allohga osiylik qilmaydi va bular jonsiz narsalar. Ya'ni Alloh ularga aql bermagan, ularga ixtiyor bermagan. Yanada aniqroq ifodalaydigan bo'lsak, Alloh ularni mukarram qilmagan. Hattoki bular ham Allohga osiylik qilmasdan ibodat qilayotgan bo'lsalar, men Allohning mulki bo'la turib, uning mulkida bo'la turib, uning menga nasib qilgan ne'mati ustida bo'la turib, Alloh azza va jallaga osiylik qilamanmi? Bunday narsa bo'lishi mumkinmi deb o'zingizdan hayiqasiz. Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ardi. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Yerdagi va osmondagi barcha narsa Allohga tasbih aytadi. Hamma narsa Allohga tasbih aytadi. Xo'sh, nega? Sababi nima? Ular Allohning qaysi sifati uchun tasbih aytadi? Al-Malikil Quddus. Alloh Quddus va Malik bo'lgani uchun. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim.